Leksiyona davamı bugünkü islahı vatandaş 2022 yıl 4. ayının 1. günü. Haftaki cuma. Endiki mavzumunda Cungo Tashqi ishlar Ministerligi ciddi ifade bildirdi. Rusya-Cungo hamkorligi 3 jihatda cheksizdir. Mavzuli xabar 3-ayning 30 günü Fransiya agentligi Xalqaro radiosida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Cungoga yetib keldi. Moskva oldingi ayda Ukrainaga tajovuz qilgandan beri Lavrov ministr Lavrov tunji qatam Cungoni ziyorat qildi. Lavrov Pakistan, İran, Tacikistan, Turkmenistan, O'zbekiston vakilleri bilan birlikte Afg'oniston to'g'risida ko'p davlat yig'iniga qatnashdi. Cungoning Tashqi ishlar ministri Wang Yi, Talibanlar tayinlagan Tashqi ishlar ministri Amirxon Mo'taji mehmon sifatida yig'inga taklif qildi va yig'inga qatnashdi. Cungo Tashqi ishlar ministerligi bunday ko'rsatdi. Rusya Tashqi ishlar ministerligining ministri Sergey Lavrov Cungo Amerika Afg'oniston masalasi bo'yicha alohida elchilar o'tkazgan 3 taraflik yig'inga qatnashdi. Cungo Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Wang Wenbin haftaning 2 kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday ko'rsatdi. Cungo Amerika, Rusya, Pakistan hammasining Afg'oniston masalasida muhim ta'siri bor. Davlatlar, muhim ta'siri bor davlatlar. Cungo Taliban hukumatini e'tirof qilmaydi. Lekin Amerika va boshqa davlatlarning Cungoni tanqid qilishiga muvaffaqiyat qilmaydi. Biz Kabuldagi bosh elchixonamizda hozirgacha saqlab kelyapmiz. Biz Talibanlarning xonim-qizlar ma'rifini cheklashdan iborat kishilik huquqi xilof harakatlarini tanqid qildik. Xabar Cungo Tashqi ishlar ministerligining xabari. Avval xabar Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministerligining xabari. İkisi xil xabar vatandaşım. Bu yig'in Anxoy o'lkasining Dunji shahrida o'tkazildi. Yig'in qatnashgan boshqa davlatlarga o'xshamaydigan bir tarafi Cungo Rusya Ukrainaga tajovuz qildi deb ayblashni rad qildi. Diqqat vatandaşma abzasga diqqatchimi? Navbatda Rusya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Lavrov bilan Cungo Tashqi ishlar ministri Wang Yi Afg'oniston masalasi bo'yicha ochiladigan suhbat yig'inining sirtida yana boshqa suhbat elib boramdi yo'q. Bu taraf aniq emas. Ben şu bir cümle için şu leksiyon tayyorladim vatandaşım. Gördünüzmü? Yani ahirda. Kolombiya Üniversitesi siyaset sosyolog Orta Asya işleri mutaxassisi Alexander Kol bunday ko'rsatdi. Bu hafta açılgan bu yig'inda Cungo o'zi belgilaydigan Afg'onistonga insonparvarlik yordami berish. Demak, Cungo o'zi aytadi buni. Ve iqtisodiy taraqqiyot turi bo'yicha yetakchi o'rinni egallashga o'rinidir. Ve Afg'onistonning yo'lini kechiringlar ve Afg'onistonning pulini to'nglatib qo'ygan Amerika Qo'shma Shtatlarining bu pulni qo'yib o'tishiga murojaat qiladi. Bu Cungo tarafning boshqatimqi Sergey Lavrovning ziyarati to'g'risida e'lon qilgan xabari, yuqorqisi Rossiya Tashqi ishlar ministerligining e'lon qilgan xabari. Bu yerda nima debdi? Afg'oniston ishlariga qatnashdi. To'xtab turinglar. Oxirida ko'ramiz vatandoshlar.